Endi barcha tijorat banklari sizning kartangizdan kredit to'lovlari uchun avtomatik ravishda pul yechib ololmaydi. Krediti borlar uchun xushxabar. 2026-yil 30-yanvardan boshlab banklar ijtimoiy to'lovlardan kreditni avtomatik yechib ola olmaydi. Bu nimani anglatadi? Nafaqa, ijtimoiy yordam pullari, bolalar puli endi kredit uchun avtomatik ushlab qolinmaydi. Markaziy bankning 30-sonli nizomiga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, tijorat banklariga davlat tomonidan ajratiladigan nafaqa va ijtimoiy yordam mablag'lari hisobidan kredit undirish taqiqlanadi. Muhim eslatma, bu taqiq faqat ijtimoiy to'lovlarga tegishli. Pensiyalardan kredit yechish masalasi bu boshqa tartibda. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bu video aniq siz uchun manfaatli bo'ladi, chunki endilikda 2026-yil 30-yanvardan Markaziy bank tomonidan kuchga kirayotgan nizomga ko'ra, endi barcha tijorat banklari sizning kartangizdan kredit to'lovlari uchun avtomatik ravishda pul yechib ololmaydi. Ya'ni davlat tomonidan beriladigan yordam puli, bola puli va nafaqalar, barcha turdagi ijtimoiy pullardan endi bank foydalana olmaydi. Bu qaror 2026-yil 30-yanvardan kuchga kiradi. Videoni saqlab qo'ying va foydalaning. Yaqin do'stlaringizga yuborishni ham unutmang. Krediti borlar uchun yaxshi yangilik. Endilikda banklar ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam pullaridan qarz undira olmaydi. Bu degani bundan keyin sizning nafaqa va moddiy yordam pullaringizdan kredit qarzi uchun pul ushlab qolishga banklarning haqqi yo'q. Bundan tashqari, og'ir vaziyatga tushib, kredit qarzini kechiktirayotgan fuqarolarga shartnomani qayta ko'rib chiqish va yengillik berish tartibini ishlab chiqish banklar uchun majburiy qilib qo'yilmoqda. Bu qoida 2026-yil 29-yanvardan kuchga kiradi. Videoni krediti borlarga yuborib qo'yamiz.